Assalamualaikum ikramdagi yuz ko'rmanlar. Kechqurun xayrli bo'lsin. Men Adil Uyg'ur, Uyg'ur tadqiqot institutidan. Hammalarga samimiy salom yo'llayman. Tarafda institutimizning müdiri shundaqla Hacettepe Üniversitesi Azbek Fakültesi tarix bilimi fakültesi doçent doktor Erkin Ekrem muallim bilan o'tkazib bo'layotgan xalqaro vaziyat va kun tartibini almoq programmamizniki yangi bilimi o'zingizda bo'ldi. Erkin muallim xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Bir neçə gün ilgili Xitay Dövlət Xi Jinping Hindistan'da çağırılған G20 dövlət guruhi ali başlıqlar yığınına qatnaşmaydiganlığını çağırıldı. Muxbirlar Xitayning Tashqi ishlar ministrligi bayonotlarida nima ish qatnashmaydigan so'roq vaqtida boshqa bir sabab borligini dedi, lekin aniq bir sababini demagan bo'ldi. Ba'zi analistlar, mutaxassislar Xitoy bilan Hindiston munosabatiniki nacharligini, yoki yaxshi emasligini bu sababdan Xi Jinping'deki qatnashishni rad qilganligini yoki qatnashmaslikni qaror qilganligini degan bo'ldi. Buningki bir Hindiston Xitoy munosabat nuqtasidan yaxshilikni bishart emasligini ma'lum etgan bo'ldi. Bugungi programmamizda Erkin Ekrem muallimniki analizi bilan Xitoy davlati Xi Jinping'deki nima ish bu yig'in qatnashmaydiganligini tahlil qilishtirishimiz. Ma'lum oldi bilan bu Xi Jinping'deki bu yig'in qatnashmaslikni qaror qilishdan burun Sizce şu G20 kurulu doğrusu bir məlumat verə bolsanız, onun için başqa suallar olacaq. Bu 2008'de halkada bir iktisadi kriz çıkandı. Bununla bu pul muamelesi sahadına nurgun meseleler çıktı. Bu dünyanın ki iktisadi ve pul muamelesini müzakere, tenkeş ve meseleye çare tepiş için ucunda bir teşkilat kuruldu. Yani bu teşkilat yalnızla bu 20 devletten emez, birisi de Avrupa Birliği. Bu güçler dünyanın ki iktisadının ki en güçlü devletler. Bunlar eğer de doğru çare tapalasa, onun için bu iktisadi krizizge bir yol tepip, yeni bir yol tepip tüzdüşka faydası buludu deyip başlayan. Ama bu iktisat ile başlayan bu teşkilat aslında siyasi meselelerime içki kırışkı başladı. Rayon karakterlik meselelerden şu terör meselesi geçe, iktisattan şu etkesçilik meselesi geçimi sözleşki başladı. Ondan başka Rusya'da, Xitay'daki devletler şu G20'de özününki yakın devletlerini mi yeniği tatıp Amerika ve Garip devletlerine karşı bir cephe kuruşununki işini mi başladı? Yani Xitay tarafı olsa şu köp kutupluk dünyanın isteğimizde Garip'e karşı nimelerine oyunlarını mı oynadı? Şununla bu iktisatla dünya iktisadı mı şu krizizki kargancakta biraz tüzeldi ki vaktlarda. Ama bu jığın bir münber şeklinde yani şöyle siyasi küreş kılışının gibi meydanına ayınıp kaldı. Şununla bu G20'nin ki inaveti yıldan yıla acizlavadı aslında. O 2009'dan 2020'gacha yaxshi minayotgan bu tashkilot keyingi yillarda pek yaxshi ma'mayotdi, ama dunyoning en güçlü devletlerinin liderleri yig'ilgan bir yig'in bo'lgandan keyin buningki ahamiyati yanada mevcut, yani ahamiyatli bir tashkilot hozircha. Munberninki deydi ta'sir doirasi nihoyat cho'ng. Siz degandek taraqqiy topgan, taraqqiy qilayotgan kuchli davlatlar ichida bo'lganlik uchun albatta ta'sir doirasi cho'ng bo'ldi. Lekin bundaqligi BDT'ga o'xshash bundaq bir yaptırım embargo kuchi yo'q-ku buningki. Bu yerda yolg'izlar müzakere qildi. Ondan keyin hamisi ortak qabul qilgan qarorni hamda amaliylashtirish uchun tirishdi. Ve cezalandırış, yaptırım qilish, unda ahvol yo'q. Ma'lum bu biraz bunlarninki ahamiyati bor, yanıla yaxshi muhim o'rin turadi. Ama 2019'da geçer azizlab qilayotgan sababi sizce nimadir? Birisi ben deganda krizisni o'tkazib oldi.
hem de krizini ötküzüp aldı dünyanın ki iktisadi ticari mavu pul muamelesi işlemi yaxşı qarab mangdydymı digil bolmaydı ama krizden ötüp aldı. İkincisi ben degendek bu iktisadi meselelerini müzakere kıldıgan yerde hem de siyasi meselelerimi arlaşkanlık ki birlikte şu dünyanın ki iktisadi ahvalıga karşı bir faaliyet kılaylı degen düşüncemi acizlavadı. Hem de bu 20 devletlenme ondaq bir-birisi bilan hamkorlik qilib ketganligimiz yo'q ham boshlang'ichdagi yillarda shunday bo'lgan. Ammo keyingi yillarda 10-yillikmi emas. Shunga bir pasifize deymiz, acizlashtirgan ahvol bor tashkilotdagi yo'l chetda. Hem de bizdeki asas programımız maqsad kelsek bu Xi Jinping'in qatnashmash sabab ba'zi mutaxassislar degandek sizin bunlara kim deysiz buni. Hindiston otobüsçilik sürküyüş sebebidimi yoki bu sebepten başka sebepler mi var sizce? Hem de bu Xi Jinping'mi tushuntirmadi. Onunki Tashqi ishlar ministrligining so'zchisimi tushuntirib bermadi. Tuyuqsuzlar bu 2012'den beri katılıp kelgan bu teşkilat yığınıga tuyuqsuzlar barmaydigan bulup, baş ministri Li Chang'ni evtadigan bulup, qilgandan keyin tabiiy bir ahvolda xilma-xil farazlar, xilma-xil taxminlar o'tirib chiqdi hamda. Bu Hindiston bilan munosabati yaxshi emas deganmi bir sabab hamda. Ama devletler arasında yani G20'nin içinde Xitay bilan munosabat yaxshi bo'lmagan Amerika mı var ama her daim qatnashyapti hamda. Yani bu Hindiston bilan bo'layotgan jiriklik munosabati bu yıl başlamadı. Yani 1962'den beri bu jiriklik var. Ama Hindistan'a yeni dehliga bağmay, yığınga bağmay turilishi bu Hindiston baş ministri Modi'ga bir ayıplik bo'ldi hamda. Shuncha yig'inlarni qilib, liderlarni chaqirsa, Xitoydagi lider kamganligi. Bu Modi için yaxshi bir ish emas hamda. Inovatiga bir ta'sir yetkazadigan bir ahvol. Ama Amerika'dek cho'ng devletler kelib bersa, yanıla Modi'ni xush qildi hamda. Bu yerda nima sabab bilan bormaydi deganda hamda nurg'un shu gap so'zlar bor hamda taxminlar. Misoliga bu Xi Jinping'ninki yenideklik bağlan çağda bu Tibetlikler namoyish qilmoqchiga u yerni Xi Jinping'e karşı shunday bir yüzünü to'kadigan, obrazini bozadigan ishlar borki hukumat, Hindiston hukumati bu namoyishni ruxsat berdi degandek gaplar bor. Bundan başka bu Xi Jinping muhabbetim nimaga Janubiy Afrikaga bordi-ku. Janubiy Afrika'da bir ikisi yığınıga qatnaştı. Bu yerda protokol xizmatları yaxshi bo'lmag'achqa u yerda biroz setlashgan ahvollar bo'ldi. Bundan başka shu Putin bormagandan keyin men bormay deydi. Yani ağaynisi bormagandan keyin bu bormaydi o'ylab deydi. Bu hozir men degan Janubiy Afrikaga Putin bormagan hamda Xi Jinping bordi hamda. Şununla bu başka bir nima var, gap söz var. Bu yerde hem de G20'de asta Putin bo'lmagandan keyin Xitoy tarafdorlar aciz tushib qolgandan keyin, G'arb taraflar kuchli bo'lgandan keyin Xitoyninki keyingi yillarda qilmishlik haqida ba'zi savollar, ba'zi bisimlar bo'ldi. Shunga Xi Jinping bundaq bir sertçilikке karşı qiyin ahvolda qolmasin deb Xi Jinpingni yollamagan degan gaplar bor. Demak ki Xi Jinping shundoq BRICS degan yig'inga, Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'inga, onunki onun joyda ichildigan Yeni İpek Yolu yig'ini va Xitoyni o'rlashtirgan. Şunda özünün gibi ötüdüğün, özünün ki inovati güçlü bo'lgan ve yançuktan çıkırıp yolu takat alaydıgan mandaq bir sorunlarını yaxşı ko'rgan şey. Andaqılığı g'arbliklar güçlü bo'lgan manda teşkilatlarda
belki gepini o'tkazolmaydigan va qiyin ahvolga tushib qoladigan ehtimolni o'ylagan bo'lsa kerak. Ya'ni Xitoyninki tashqi siyosati keyingi yillarda zo'ravonlik bir tashqi siyosati bor. Ondan keyin iqtisodni yaxshi bo'lmayotdi. Ondan keyin jamiyat xarakterlik masalalarni chiqyotdi. Ondan keyin bu Xitoyninki eng yuqori darajadagilar Amerikaning siyosiy tashkilotiga xizmat qilganligi o'ttirg'i chiqdi bu. Ondan keyin roketa armiyasining beshidagi komutan öldü. Qanday o'lganligini xil gap so'zlar bor. O armiyaninki bütün katvaşlarını almıştırdı. Çinganning meselesi çıktı. Degandek nurg'un meselelerge cevap berishga to'g'ri keladi ve bundan kechish uchun bormidi degan gap so'zlar bor. Ya'ni Xi Jinping bunu aniqlamagan siri hozirgi men degan cho'chak gap so'zlar texmi ko'p bo'ldi. Ya'ni Xi Jinpingning inovatiga texmi ta'sir yetkazadi. Chunki bu mücmelchilik, oldini ko'rmaslik degan ahvolni yorityotdi Xi Jinping. Ya'ni bormagandan keyin texmi muqimsizlik ahvol yoritilib qoladi, vaziyat chiqib qoladi. Shuningga Xi Jinpingga bo'lgan ishonchlik undan ojizlaydi. Oma obrazga ziyon berdi. Bo'lmasa Xi Jinping har qatim shunday cho'ng yig'inlarda o'zining ideyasini taqrir qilman deb, tunishtirman deb, tashviq qilman deb to'la bunday yig'inlarga amroqdi yani. Ama bu da bu bağımlılığı biraz gayretli. Siz Xi Jinping babasının işki ve taşlı sebep bağlar dediniz. Tahminlerini çıkışıp durup. Hatta Xi Jinping babasının bir psikolojik ahval degen yegimi apagan bolunuz yani. Çünkü qiynalığa çıkaması için sualdan yoki meselenin keçiş üçün bir ihtimallik var. Bu Xi Jinping'in hakimiyetini siyasi onunla bir adillaşkanlıkın gerektirendiği yoki başka bir işaret mi? Ben şunday o'ylaymanmdi, shu o'ziga bo'lgan ishonchlikda bir ojizlashgan vaqtida bunday bo'rilar dasturxonda o'tirish biraz qiyin bo'ldi. Shuningdan o'yladi deb o'ylaymanmdi. Ya'ni ichki meseleler hakkında gap so'zlama bor. Misolga shu Jiang Zeminning vaqtida mo'yin bir Jiang Zeminning o'ng qo'li vardı, shu Xi Jinping deydigan. U hamda shu partiya, Komünist partiyaningki xayrlarning beshamdi. Bu shu Beydayxida shu ta'til qilayotgan jarayonda Xi Jinpingga hujum qildi. Yani Xi Jinpingning xato siyosatlaridan ko'payli xalqaro Xitoyning inovati obrazi ziyon berdi. Xi Jinpingning yaxshi boshqaruvdan boshqa iqtisoddan nacharlashishi, boshqa ishsizlik ko'payib ketdi. Bu xabarni shu Japoniyaninki bir matbuotda chiqdi. O muxbirma uzun muddat Xitoyda qolgan bir muxbir. Qanchalik to'g'ri bilmaymiz endi. Demisimi yaqinqi zamonda shu iqtisodninki nacharlashishi, taraqqiyotninki ostilashishi, import eksportninki sonlari burunga qarag'an chog'da aziyib ketishi, bo'libmi yoshlarning orasindagi ishsizliklarning ko'payishi, jamiyatda ba'zi namoyishlar, misolga banka ba'zi xalqninki pulni bermaydi deb uning banka qarshi namoyishlar, undan keyin ba'zi yerlarda o'rta maktabdagi muallimlar maosh olmay undan keyin namoyish qilishlari degandek shunday ahvol bor. Xitoyda hamda keyingi yillarda taraqqiy qilayotgan vaqtida to'xtab qolgan ahvollar hech ko'rinmaydi. Ammo bu shu Guizhouda, Anhuyda shunday yerlarda paydo bo'lishga boshladi. Bundan keyin emlakçılıkni qutqizman deb Xitoyning iqtisodini jonliq tutadigan bir soha endi emlakçılık. Bununki Xinda deymiz, Bichungyuan deymiz, bu şirketler bankaga bo'lgan qarzni beremay
qo'lidagi binolarni satamay shundoq bir ahvolda bo'lib qilib ikki cho'ng shirkat hamda iflos qilish lozimda, yo'q bo'lishini e'lon qilish lozim. Ama Xitoy qaror berib shu bankaga bo'lgan qarzni kechiktirib berish. O kechiktirib bergandan keyin bu bankininki bergan pulni olamagan keyin bankida ondan keyin Xitoycha buzuq hesaplar paydo bo'ladi, Xo'jajon deganda, Dayjon deganda. Bunun bankininki ishi mochada. Yani bu bir-birisi bilan zanjirsimon masala. Bundaq bir iqtisodiyni yaxshi boshqaramay, g'arb davlatlar bilan bundaq dushmanlik qilish bilan nurg'un Xitoy embargoga, jazoga uchrashi, Xitoyga qarshi ta'minlash zanjirlarini yenglash, ya'ni boshqa davlatlarga g'arb davlatlar shuna qilishi. Uningdagi ma'vu Rusiyaningki Ukraina urushida Rusiya tarafda turib Yevropaliklarni xafa qilib degandek qayerdan qarasa bir xato narsa bor. Bunga bu partiya ichida tanqidga uchragan bo'lsa ki, uning qo'lida huquq cho'ng, tanqidga uchrasimi qo'rqishni hojat yo'q. Eng qo'rqadigan odami hamda Jiang Zemin o'lib bo'ldi. Qolganda bu Hu Jintao o'tgan yildagi nima o'tgan, ama bu xalq qurultayda qandaq qo'ltiqdan ilib so'rab chiqib ketganini ko'rdik. Aslında qo'rqmaslik lozim, ama demek ki qo'rqadigan nimalari bo'lishi mumkin. Bir odam o'ziga bo'lgan ishonchlikni yuturib qo'yganda yoki ojiz ahvolga tushib qolgan vaqtida bunday xalqlarning oldiga divaylab chiqamaydigan ahvollar bor. Bo'lmasa G20'da Xi Jinping o'zini ko'rsatib, shöyle teşviki gaplar bo'ldi-ku. Yani insoniyatninki taqdir birligi deydilar. Undan keyin dunyo tinchligi, dunyo xavfsizligi deganda Xitoy planlari, Xitoy projektlari, Xitoy aql parasatlari degan mushli gaplarni sotadigan yaxshi bir fursat, ama qitilmadi. Misolga hozir Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki yıllık 9. ayınınki 5'de başladı. Ama oturulurga bağlan çağda devletlerin liderlerinin çıkıp yapıldığın bir yığın emdi. Misalga Xi Jinping uyaga baramdı, bamamdı, o gapni yok. 11. ayına oturulurda bu Amerika'nın San Francisco'da APEC yığını içildi. Yani Asya Pasifik İktisadi Hamkarlık Teşkilatı. Onun da gayri resmi liderler yığını var. Bu yerge baramda bamamda o gapni yok. Yani ama 10. ayda bu Yeni İpek Yolu yığınıga tayyorlik qilib onun qatnashishi ham o'xshaydi. Xitoyning ishchida bu boshqa. Yani yig'ib kelgan chaqda Xi Jinping Xitoyni yaxshi boshqaramadi. Yoki sifatlik bilan yoki kasbiy bilan yaxshi boshqaramadi. Tashqi siyosat nima? Shunday yaxshi boshqaramadi. Shunga birileri tanqid qilsa, uningdan domsik xap bo'lib, "Bormayman, nima deysa" degandek bir xuyi jetdan tavırmiki deyman, pozitsiyamiki deb o'ylayman. Xi Jinping boshqarayotgan bu Xitoy dunyoda iqtisodiyotning ikkinchi o'rinda ta'sir etsa xeli va'da kuchli. Xi Jinpingning shunday bir xalqaro bir yig'in qatnashmasida g'arb dunyosidagi medialarda qandaqroq bir inkas qo'zg'adi yoki g'arb dunyosi Xi Jinpingning qatnashmasligini qanday tushundi? Yoki bundan keyin Xitoyga qarshi qandaqroq bir pozitsiya bildirish mumkin? Hamda bu Xi Jinping'ninki bundaq muqimsizlik pozitsiyasi başka g'arb devletlerinin lideri için bu adamni bilib ketamaydigimiz. Bu adamni to'mirini tutib bilamaydigimiz. Bu adamga ishonchi bo'lmaydi dedi. Ishonchiligi yo'q adamga. Degandek shunday bir narsani yaratdi. Çünkü bu dünyada nurgun devletler arasında o problem bu problem deb çataklar var.
Ama yani şu çatakni hal qilish uchun shu munosabati yaxshi bo'lmasami, yani ko'rishib turib hamda ishni hal qilish uchun. Bu shundoq men bormayman, nimda bormaysa desa deb bermayman degandek bir xil pozitsiya bilan qarshilagandan keyin xalqlar uningga biroz bu odamga ishongil bo'lmaydi, bu odam bilan bir ish qilib bo'lmaydi, bu odam bilan uzun muddatlik bir ish qilib bo'lmaydi, uzun jiroq bir nishonni qo'yib birlikda ish qilib bo'lmaydi degandek shunda ishonchsizlikni paydo. Ammo Xitoylar usta hamda nimda bormidim degan Shi Jinping deganni yaratmaydi unday yig'inni deb balki Xitoyniki sosyal medyada mushtaq yozdilar. Shi Jinping shundoq tushunsin deb xohlaydi. Yani Shi Jinping yaratmoqda deb yig'inni. Shuningga bu dunyoninki muhim bir yig'inda bu G20. Agar bu yerga bormay Li Keqiangni avvalsa Li Keqiang to'liq huquq bilan qatnashamdi. U yerda ilingan qarorlarga ko'z qarashini, ideyasini, pozitsiyasini ko'rstamdi. Buni bilmaymiz endi. Li Keqiang undan keyin shu kelgan liderlar bilan ko'rishamdi. Kelganlarning ko'pi davlatninki raisi bo'ladi, ba'zilari bosh ministr bo'ladi. Bu Li Chang bosh ministr ama bu salohiyati bilan to'shmagan liderler bilan ko'rishalarmidi? Bular hammasi mesele. Bularni hech Xitoy tarafdan buna javob bermayapti. Mana bu Avstraliya bosh ministri nimaga Albani nimaga bu Hindistonga minishni oldida Endoneziyada Li Chang bilan ko'rishibdi. Li Chang bilan ko'rishganda Uyg'ur meselesi, Hong Kong meselesini tilga oldi. Shuningga bu Li Chang basma yana şu Hong Kong, Uyg'ur, Tibet, Tayvan meselesi yine Xitoyni avar qildi. Onun üstüge bu Xitoy yangi xaritasini chiqarib, şu Endonezya, Filipin, Brunei, bu Vietnam degandek devletlarni rahatsız qildi. Yalnızla Rusya rahatsız bo'lmadi. Hindiston qattiq tanqidni qildi. Li Chang borsa, shunday bisimlarga uchirsa qanday javob berdi? Belki Shi Jinping shundan qo'rqib bormadimi? Endi bu belki oddiy bir gapda hamda devamlı meseleler var. Liderler meseleden qo'rqib qochib ketsa, u davlatni boshqarmasi bo'ladi. Shuningga bu Li Chang basımı qanchalik bir ishni hal qila oladi. Demak ki, beriblar, o'tiriblar, yeb-ichib, ko'rinib qo'yiblar, qaytadigan deb turdi. Başka devletlerinin liderleri öz kelamagandan keyin onunki qo'l ostidagi birisini evdikdi. Evet, kendikin bunun bilan ochiq narsa so'zlashni hojat yo'q, ba'zi maxfiy, ba'zi muhim meselelerni ama bu Li Chang bilan so'zlashmasak bo'ldi degandek bir qarorga kelib qilish mumkin. Bu ma'lum hozir siz degandek shu narsa kallam keldi, bir xil kichiklarning psixikasi bordek bir o'ylab qoldim men. Çünkü anda pişip bitilgen adam meseleden keçip emas, meseleyi yüzülüp durup hal qilishga tirishadi ham demak kişilik hayotda. Ama sizin bu adada analizini, tahlilinizden Xi Jinping'in kişilik karakterini okusun da vardı. O aslında bir ahval badek turdu. Mesela reis olmasından evvel o'zininki Shanshiga avatgan qo'y yezg'a. Shu yerda yig'anlarni bizni istimatdi. Bizmi ular bilan quyuq munosabatimiz bek bo'lmadi. Menmi shu qechib yurib, andaq qilib, mandaq qilib ashada yashagan deydi-da. Reis bo'lib bo'lgandan keyin men degan u yerga berib qandoq ishlaganligini shu Mo'ramga Xitoyni olib ketib bor-ku. Ashuna 100 jin, yani 50 kiloda 50 kilo malni Mo'ramga ilib şu 100 li yani 50 kilometre şu yollarni men ketetdim deydi. Mushu Mo'ramni almashtirmayman deydi apkesh. Bag'ani. Bu po gapdanmi? Mümküniyeti yo'q. Ondan keyin tug'an yerda palonchi kitob o'qiganligini deydi. Misol ashunchalik kitob o'qigan bo'lsa, ang usidir. Devletini boshqara oladigan bir devlet adamı bo'ladi. Devlet adamı asan yetilmaydi. Devlet adamı degan siz degandek unda kichik olinanki xuyi bo'lmaydi.
Bozma onu işçi yutup onu yo'qotish lazımda. An yetilmagachga u davlatni qanday boshqarish jihatda shundoq pishvolidek qiliqlarni qildigan ahvollar bo'lib qolishi mumkin. Kim biladi texi bu Xi Jinping'ninki bir kesili bormi texi. Yani maqetim Janubiy Afrikaga borgan chaqdimi mingishlari, aeroplandan tushishleri, qizil gilamdan mingishlari, nima Xitoyda o nimani CCTV'da chiqib qo'yib bermadi. Chet eldagi kanallarda qo'yib berdi, shu Aranla mingladi. Bu yoqqa o'ngga, so'lga shunaqa egilibdi. Kesili bormi onu bilmaymiz. Bu haqida nurg'un cho'chaklarmi bormi? Kesili bordi. Shu kasaldan tufayli bormayotganmi? Debmi tushunimiz ama shundoq bir xuyi bor, ama yana bir xuyiga diqqat qilmoq lozim. Bu Xi Jinping qattiq rehimsiz bir odam. Bu belki şöyle o'rta maktab o'qiyotgan vaqtida yezga qo'g'laydi-ku. Yezda shu eng qiyinchilik hayotni ko'rgan debdi. Hamda shu vaqtida ko'rgan narsa, ko'rgan siyosati va tushundigan siyosatima shu Hong Weibing siyosatida. Shuningga bu Hong Weibing shu vaqtlarda nihoyat rehimsizdi. Nurg'un professorlar, nurg'un injenerlar shu Hong Weibingning bo'zaq qilishi bilan o'zini o'ldirib olgan emasmi? Nurg'un davlat odamlari Mao bilan birlikda shu jahon hokimiyatni qo'lga tushirgan generallar, siyosiyonlar nurg'uni o'lib ketdi. Mao o'lgan vaqtida shu 10 marshalning ichida 2 tanesi qoldi. 8 ni o'ldirdi. Devlet reisi Liu Shaoqin aslında öldürüldü. Şunun bu Hong Weibing'ler rehimsizdir. Hong Weibing günahkar mı? Ya ki Mao Zedong günahkar mı? Çünkü Mao Zedong bularını hareketki sağladı. Şununla bu Xi Jinping'nin ki şu engeldama müşündak bir Hong Weibing'cilik var. Şark Türkistan'daki ilk bağın zulüm siyaseti. Bana bu da Ürümçi'ye bir nem dedi, kılgan işinler hemisi doğru dedi. Devam kılınlar dedi. Yani Şark Türkistan'daki besim siyaseti, zulüm siyasetini devam kılınlar dedi. Şu nurg'un adamlar kasaldan, virüsden ölüdüğün ahvallarımı haberlerini kontrol kılabilir. Hiç kim bilmesin de neçe milyon adam ölüp oldu. Yakın yıl içinde. Yani halklar ölse meyli deydi. Mesela Şanghay'da 2 ay qoruşup aldı. Ve şu Şanghay'dan Suzhou'gacha bo'lgan bir mesafede dünyanın ki en elektronik cihazlarını ishlab chiqaradigan yer. U yerni muasir bo'lgan. Yani iqtisod nacharlashib ketsa, menimki virusni nol qilib o'tish degan siyosatim to'g'ri deb shuni isbot qilinadi. İqtisod nacharlashib ketdi, davlat nacharlashib ketsa mayli deydigan shunday bir xaraktermi bor ekan. Yani bu rehimsizlik mi? Bununki bir huyu. Şununla bu Biden belki Pikağı demedi, belki istihbaratınki bildiğimize çıkaran hulasını tayinip durup dedim ki yani eski adam kıyınçılık uçurap kalsa tekimi eski işlerini kıldı. Sizge ma'lum bu psixologiya ilmida ilmiy yakuniga chiqqan ham jamiyatshunaslik nuqtasidan ajoyib asosiy gap shu. Ezgurmanimiz bugungi programmamizda davlat Xi Jinping'ga Hindiston chaqirilgan G20 davlatlar ali boshliqqa yig'ilgan nima uchun qatnashmasligining pardor qismini tushuntirishdik. Erkin ko'p rahmat sizga. Men rahmat edim.